Sulaymon alayhissalom so'ragandir. Ya Alloh, butun maxluqotni men ham bir kun rizqini berayin. Boy bo'lganlar-ku. Podshoh bo'lganlar. To'plagan narsangiz. To'plaganlar hamma narsani, butun xaloyiqqa boqaman. Dengiz oldiga olib kelib yeb qo'yganlarda bitta baliq chiqib shunday yutib olib kirib ketgan. Bir dona baliq. Bir chumolani ko'rib qolib so'ragan ekanlar. Tillarni bilganlar-ku. Seni bir kunlik rizqing qanaqa degan ekanlar. Esa bir kunlik rizqim bitta bug'doy dedi. Esa bitta bug'doyni qo'yib ustasiga kosani ag'darib qo'yib, ertaga o'zim kelib beraman ikkinchi bug'doyni. Kelibdi ko'tarsa yarimta bug'doy yeyilmay qolib ketibdi. Keyin chumolga aytibdi, "Menga qara" dedilar. Bir kunlik rizqim bitta bug'doy deyatuvding. Yarmini yeb, yarmini to'xtatibsan-ku deganda, rizqim Allohning zimmasida bo'lganda tashvishim yo'q edi. Har kun bitta bug'doy kelardi. Endi sizga zimmangiz qolib ketganda sizga ishonch yo'q, kiymasingiz och qolaman, olib qo'ydim derim. Chumoli odamga suyanmaganda ko'ryapsizmi? Rizq Allohdan.